Videoni boshlashdan oldin aka-ukalar, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana bugun sizlarga sotiladigan yangi sadafli torimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa ishlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Yangi yasalgan tor, kosasi tut daraxtidan, dastasi uriydan, sadaflari ham bliskli, yaxshi sadafdan qo'yilgan. Kosaga boshqacha yangicha dizaynda qilib qo'yilgan, orqalariga ham hamma joylariga chiroyli qilib sadaflar terilgan. Mana головкалariga ham e'tibor bersanglar, quloqlariga ham, ovozlari ham jarangli chiqqan. Ko'pincha aytishadi, sadafli torlar ovozi yumuq deyishadi. Yo'q, unaqa gap bo'lmaydi. Sadaf hech qanaqa ovozga ta'sir bo'lmaydi. Mana gap isboti bilan degandek. Mana aka-ukalar, ovozlarni eshitib ko'rdingizlar. O'zlaringiz xudo xolasa baho berasizlar. Shu torimiz sotiladi. Narxi xudo xolasa telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib so'rashlaringiz mumkin. Xudo xolasa kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Bunaqa sadafli torlar endi arzon ham bo'lmaydi, narxiga yarasha bo'ladi.